Assalomu alaykum balo ishqibozlari. 8-iyul Mutniy kanaldamiz. 3 soatlik yo'l yurib, chang yo'llardan keldik. Harmolar tashladik mana. Hozircha kichkina baliq tiqir mana. Tiqir qilib turibdi. Hali narsa yo'q. Sherigim kichikroqda sabab bo'ldi. Agar ov bo'lib tursa, ov joylarini qo'yib boramiz. Like bosib, podpiska qilishni unutmang. Barcha baliq ovchilariga ovlari barobardan kelsin. Bismillahirrohmanirrohim. Kichkina baliq ham tortmay qoldi. Boshida kelganimizda yaxshi tortib turdi. Yo'q. Kichkina baliq ham jimib qoldi. Suv ko'tarildi ozgina. Balkim shuni hisobiga jim bo'lib qoldi. Lekin harakat qilamiz, Xudo xolasa. Alloh ovimizni barobardan chiqib qoladi. Bu kanalda baliq ko'p. Hamma turdagi baliq bor. Laqa bor. Usach bor. O'zimni 2-3 marta ushlab qo'yib yuborganman usach. Vobla bor. Karas bor. Sazan bor. Amur bor yirik. Endi bu amur ushlash qiyin bo'lsa kerak buni. Amurga oziqa yetarli. Suvda shunday qamish osilib yotdi. Suvga tegib. Sazanning yana qochib ketmaganimsa bo'ldi. Pochima nima deydi, Xudo xolasa. Qamchilangan ekanda, urgani bilinmadi. Yer emas, kichkinagina. Lekin sazan. Bismillah. O, pochin. Mutniy sazan mana. İkincisi Xudo xolasa. Sal tushiramiz hozir. Silikon. Mana ikincisi. Bitta o'tirsa mana shunaqa bo'ladi, yomon emas endi. Yer emas. 700 gram atrofida. Şu an sen yetki şu tıkır belan kelgan.
Belank. Chuvalchang qolib yuqoriga uribdi. Oqdorimi nima deyman? Belank. Kun issiq, 40 gradus. Lekin o'tiramiz. Bo'ladi. Joyiga gap yo'q. Kichkina bo'lsa ham tushib turibdi, bo'ladi. Zeriktirmay turibdi. Pishirib yeymiz bo'lmasa, bitta bo'lmasa. Yo, baliq bor, yo qamishchi o'zi. Qamish bo'lsa kerak katta ehtimol. Mana katta qamish kerak. Ha, yo'q, qamish. Qamish o'zi. Abetga keladi, mana sazan abetga. Mana yana bitta tozalanib keldi. 700 gramm sazanlar. O'tirdimi? O'tirdi. Bismillah. Bismillah. Ha, turibdi. Kichikroq ekan. Sekin. Ha, kichkina. Ha? O'g'lan, ha, bo'l, qo'y, shuni tortib olaman. Sochib ketadi. Ham yomon urar ekan kichkina bo'lsa ham. Shu. Qo'ng'iroq ketdi. Nimaga bo'ldi? Bitti. Belki düşkeyim. Urgan nimadir? Bu sazan. Mana sazan. Buni chiqib ketgan shu yerdan. Buni chiqib ketgan o'sha. Tashlab qo'ygan zaga tushgan o. Chiqdi. Xudo xohlasa. Mana. Qalmoq turib, zaki düşküga chiqib turibdi. Silikonni o'zi shunchaki menga tashlab qo'yganman. O'zi bo'ldi.
Kun rosa isib ketdi lekin. Kilof yo'q so'z juda. Har zamonda bitta bo'lib turibdi endi. Yo'q desa ham bo'ladi. Mana. Abetgacha 3 ta dona ushladim, bitta qochirdim. Shu. Buni yomon lekin sal soya borma, jingillar tagida. Bir shamol ham bo'lib turadi, hozir mana shamol bo'lib turibdi. Suv ko'tarildi lekin bir 2 qarishga ko'tarildi kamida, ancha ko'tarilib ketdi. Musroq qilib qoldi shunga. O'tirimiz bo'ladi lekin sekin-sekin. Allohning berganiga shukr qilib o'tirimiz. Kichikroqmi deyman-da. Bismillah. O't ilingan. Bor ekan. Shuni ham qochirib qo'ysam agar. Kichkina baliqcha-ku. Mayli. Vahima. Belanka. Normal tortib belanka bo'lsa. Zakirishga juda qimirlab turibdi. Bismillah. Kichkina baliqcha ekan shekilli. Yana chiqib ketdi. Kichkina baliqcha ekan. Zakirishga urib oldi. Hozir tashladim. Ha? Ha, bor. Bilmayman. Mayda baliqcha ekan. Bu ham bitta urib chiqib ketdi. Falan. Kichkina. Urib oldi, jim qoldi. Yetti bo'ldi, soat 6 boshladik mana. Bo'lmadi desa ham bo'ladi. Sust. Juda ham sust. Suv ko'tarilib ketdi rosa. Chuvalchamizni soat abitdan o'lib qoldi hammasi issiqdan. Issiq yaxshi bo'ldi. Natija mana ikkita baliq bo'ldi. Bo'ladi endi. Bitta pishirib yedik, bitta qochirdik. Ikkita baliq bo'ldi. Endi shu rozakka bo'ladi. Yanagaga, mutniga. Endi nasibamiz shu ekan. Yaxshi o'tirib dam oldik. Xudo xolasa keyingi safar yaxshi bo'lar bundan. Joylarimizni mana kim joy qilib qo'ygan ekan, tozalamani yig'ishtirib qo'ydik hammasini. Toza joylarimiz bu hammasi. Yaxshi joy ekan. Faqat nari taraf toza turpoqlayver ekanda, shu taraf ham qamish bo'lganda ko'proq bo'lishi mumkin. Faqat suvni chetidan chiqadi baliq.
Barcha ovdagilarga omad. Like bosib, podpiska qo'yishni unutmang. Keyingi ovlarda ko'rishguncha. Hali vaqtli qatdiydi. Sherigim qaytamiz deb qoldi. Hali quyosh ancha bor edi. Shunday bo'lsa qaytamiz. Juda yaxshi joylar. Joyda katta suv bor ekan, lekin baliq yo'q ekan. Tiniq suv. Mana kanalga qo'shilgan. Faqat belanka. Suv tiniq lekin. Ovdagilarga omad.